Suriyalik bir alim var hazır. 90 yaşga kirib qolgan bir alim. Bu alim bir qissini deb birdi. Damashqda, Shamda burun Abdurrahmanul Huffar deb, Huffar degan gap mazochi degan gapda. Abdurrahman mazochi deb bir odam bor ekan, 45 yoshlik. O adam şundagı mazarchi degan qanday qildi desa, bir kim o'lib qoldi, bir mayit bor desa, mazarni bir kun burun qizib qo'yib, namozni o'qib akagandan keyin mazarga ko'mab, qitgan ish shuni qilib pul olib, shuni jon saqlaydi endi. Mazarchi. Turkiyadan bor, boshqadan bor. Shunday. Shu mazarchi ekan, o mazarchining qissasi endi. O mazarchi bir kun o'ldirsa, bir ayol kelibdi, mening bir balam tugab ketdi. Bir mazar ko'lab bergan bo'lsang debdi, ma'qul deb yerlikni ko'lab birib, aytsa o yerlikka hamda asho mazarchi o'zi qo'ydi ekanda hamda uni shu bo'yicha. O'zi balni 18 yoshlik bola ekan u. Ko'tarib akirib shu qabrining ichiga akiribla aylanib ketgan u. Mazarchi aylanib ketgan. Aylanib ketib o o'lak o yerda, o'zi bu yerda hamda ishkilisi yotdi hamda. Aylanib ketgan. Bu nim bo'lganda deb buni ani debni qilatib, meniki yüzüge su çeçip, oğutup, aynda qilgandan keyin nim bo'ldi desa, mushu balni shunda elib kirishimga, yop yeşil shunda payansiz ketgan shunda yop yeşillik bir dunyoni ko'rdim. Qo'limdan shu jasad shunda ilinib ketdi, qayerga ketganini bilmayman, oshar qo'qib ayilib ketdim debdi. Onda degandan keyin o odamlar sen bir tush ko'rgan o'xshay, xiyol ko'rgan o'xshaysa, u qanday ish bo'ldi deb ketibdi endi. Ketgandan keyin shuni bilan bir qancha oydan keyin o'sha ayol yana kelibdi. Yana bir balam vafot ketdi deb kelibdi. Uningga yana ko'lab aytsa yana o'sha ham akirdi. Akirganiga maqatam diqqatim hamda ko'rib, yuragi qatqandan keyin ikkinchi qatim aylanib ketmabdi-da. Ikkinchi qatim qanday bo'libdi desa, o'sha mayitni akirib, shunda qo'yishiga oppoq otliq bir kishi kelib, qo'ldan ilib akitibdi mayitni. Akatganlik bu aylanib keldi, tas qilib yurib qo'qqab, aran o'zini tutibdi. Ko'mab qolib chiqibdi, teshqa chiqib, bidamdan keyin mazavashdagi ishni tugagandan keyin ayolni izlab, qani bu ayol deb aqsini minibdi. Minib to'xtab turing, sizdan gap so'raydi. Degan sizning bolalaringiz qanday bolalar degan. Boshqalarning bolasiga o'xshash bolalar nima bo'ldi sizga degan, men ajoyib ishni ko'rdim. Nima ishni ko'rdingiz desa, ben birinci balangızda bunda yap yeşil açta bir yani gördüm. Xuddi cennet hamdi. Yap yeşil şuna gördüm. Kulağımdan bu meyit yuqab ketdi. İkinci qatim maqatimda hamda bir atliq kishi balni akatdi. Men necha yildan beri adam ko'myapman, bunda ish bo'lib boqmagan. Birinchi qatim menga bo'lyapti. Shu qanday bo'ladi degandan keyin deb biribdim. Birinchi vafot bo'lib ketgan o'g'lim talibil ilmidi, dinga xizmat qildi, olimdi. Dinga xizmat qildi. İkinci oğlum aşı Akisqa ticaret qilib pul yordam qiladi debdi. Degandan keyin Abdurrahman Huffar bunda o'ylab ketib bu mazakash. Mushu vaqtgacha men 45 yoshgacha bunda yashaptimi? Mushu bir hayotmi? Yo bir olim bo'lmabdimi? Yo bir tijoratchi bo'lib pul deb yordam qilmabdi. Mening hayotmi deb o'qiydigan odamman deb 45 yoshda ilib ta'sir boshlabdi. 45 yoshda boshlab Şam'ın en meşhur alimlerinden bulabilir. İnternet'e yazsanız mesela Abdurrahmanul Huffar deb yazsa, aşı adamdaki kıssası çıkıyordu. Şam'ın en katı alimlerinden bulabilir. Hem de alimler bir yerde ne deydi dese, dünyadaki en şerefli, en uluk iş ilim okuşu, tamam mı? Okuş mengülük perz. Okuş mengülük perz. Şu Kur'an-ı Kerim'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teslapta kelgan vahiyni oku deb başlagan. Peygamberlik şu kitap düşken, okusun mu kitabını deb demdi. Hem de Allah Teala'nı bilgiçilik, Allah Teala'nı biliş, tevhidini, ibadetlerini, İslam ahlakını, İslam prensipini, kaydı usulünü mani ügünüş, perz eynem daha kadar adam geçem de. Onundan keyin qolgan ilmni mesela matematikda mutaxassis bo'lish yoki bizneslik yoki politika olsun, yoki fizika olsun, yoki kompüter sohasida olsun, nimada bo'lsin, mana mutaxassis bo'lib o'qish her bir mahallaninki adamlarga, her bir mahallaning adamlaridan ashundoq bir mutaxassis adamlarning bo'lib chiqishi yana farz.
Agar aş mahalladan hech qanday odam chiqmasa, hammasi gunohkor bo'ldi hamda anımızca. Farz kifoya degan endi deb. Farz kifoya desa xalq buda tushunmay buni. Farz kifoyamda birisi o'qib qo'ysa bo'ldi, o'qimasin bo'ldi degandek emas u. Ashuningdan bir qancha odam mesela bir çilekni deylar. Çilekdan bir qancha mutaxassis chiqsa, bir panda aşı çilekka kifoya qildi degan bo'ldi. Shuning bilan gunohkor bo'lmaydi. Agar uni hech qanday mutaxassis chiqmasa, yoki hammasi Qur'on, hadis o'qiyman deb o'tirib olsa, pandan hech qanday biz chiqmasa, hammasi yana gunohkor bo'ldi. Nimishqa? Chunki bu ilm, fan, texnika bizni kuchli qiladi. Bizda shu ilm, fan bo'lmaganligi uchun 16-asrdan keyin biz ilmdan yiroqlashib ketganligimiz uchun, ilm fanni biz tashlab etganligimiz uchun shunga bizning ahvolga tushib qolganligimiz vallah. Bizning Uyg'urlarning ahvoli shunga yomon ahvolga tushib qolgan. Nimishqa? O'qimaganlikdan, ilm fanni egallamaganlikdan. Shunga ilm fan shunda farz, Allah'ın tunuşmu farz, bu dini ilim, fanni ilim deb yo'q burun olimlarda. Mesela İbn Rushd deymiz, İbn Sina deymiz, Farabi deymiz. Aşularning hammasi dinde shunda alim, her bir pende alim, her bir pende alim. Her bir. Mesela şu Al-Gibra deymiz, Al-Gibra degan Al-Cibri. Mesela o adamning ismi, aş adamning ismi atılıqlıqda hamda. Mesela aşılar her qandaq bir ilim fanning asoslarini sağan kişiler. İbn Rushd olsun, İbn Heysam olsun, Farabi olsun, İbn Sina olsun, aş ilim fanninki asoslarini sağan. Lekin bizning o'sha chog'dagi ajdodlarimiz ani qo'llab bermaganlik uchun, avvalgi Ulug'bekni rasatxona soldi deb o'ltirayotgandek, Abduqodir Damolovni Qashqarda o'ltirayotgandek, o'zimiz qo'llab bermay qarshi chiqqanlik uchun bu yepilib qilib uning ilmi, keyin o'shani yozgan kitobidan an Yevropaliklar, Amerikaliklar tadqiq qilib, an ashuna nima qilganlar. Masalan, o'sha televizor chiqishdan burunmi, yana televizorni 400 yil burun bir musulmon olim tasavvur qilgan buni, jahannama deb atagan televizorning chiqishini. 400 yildan keyin tasavvurga qarab, avu ijod qilgan. Chunki Yevropaliklar ijod qilgan. Chunki har qanday narsa ikki qatim yaratildi deydi. Biri tasavvurda, ikkinchisi amaliyotda. Bir narsa avval tasavvur qilmay turib yasaolmaydi. Masalan, aeroplanni yasagan bolalar want familiyalik ikki bola birisi 7 yoshlik, birisi 5 yoshlik bola ekanda. Bu bolalar dadasi qo'yib vaqidi, o'ynaydi, anasi o'lib ketib ekan. Kichik anasi o'lib ketib ekan. Anasi shunday hasratlanib ekan. Dadasidan bir kuni so'raydi, "Ash uchib ketgan turnalar nega bordi?" desa, "Ash osmonga bordi" deyotgan dadasi. Degan, "Onamning qishga boramdi" desa, o adam o'ylamayla, "Ha, bordi" deb qopdi-da. Onamning yeniga boramdi degandan keyin bardi deb degandan keyin bizmi ashunda uchsak onamizning qishga boramiz ekan degan bir istak bilan ashunga tirishib aeroplanni ijod qilgan deydi-da. Demak, har qanday bir narsaning bir sababi bor, bir intilish bilan. Har qanday narsa birinchi tasavvurda yasaldi, ikkinchi amaliyotda. Shunga bu ilm, diniy ilm, fanniy ilm, oxiratlik ilm, dunyolik ilm deb faqat ayrilmaydi. Ayrishning hammasi xato. Qanday desa, masalan, bir diniy ilmni Qur'on, hadis, fiqh olsun, mushu diniy ilmni mushu dunyoda pul tepish uchun, mushu dunyoda shuhrat qozonish uchun, mushu dunyoda yashash uchun ishlatsa, bu dunyoviy ilm bo'ldi. Masalan, bir matematika olsun, fizik olsun, politika olsun, nima olsun, ma ilmni Allohning diniga xizmat qilish uchun, Allohning dini uchun ishlatsa, ma diniy ilm bo'ldi. Ya'ni ilm o'xshash, niyat bilan o'zgardi. Masalan, ashning o'xshashlik gapda, shunga shu buningda maqsadidan hamda ya olim bo'lgin, ya o'qigin. Agar o'qiyanmagan bo'lsang, sen yaxshi niyatda Allohning diniga xizmat qilish niyatida pul topqin. Shu yo'lga kirgin. Ikkilisining darajasi o'xshash bo'ldi yani. Masalan, mushu qissada Allah Taala ikkilisining ajoyib bir mo'jiza ko'rsatgan kishilarga, ikkilisini farishtalar aketgan, ashundoqcha, ikkilisining oqibati shunday yaxshi bo'lgan. Birisi ilm talab qilgan, ilm o'qigan, birisi shu ilm ahliga Allohning diniga yordam qilgan, qarindoshiga yordam qilgan. Ikkilisining maqsadi bir bo'lgan, xuddi qush ikki qanoti bilan uchqanga o'xshash. Bu Allah Taala'nın diniga xizmat qilish Rasulullohning zamonidan tortib hech qanday hukumat ya askar ya podshohning yordami bilan bo'lgan ish emas bu. Faqat xalqning bir olim o'qiydi, yana birisi uni qo'llaydi. Uning ilmini yaydi. Masalan, birisi kitob yozadi, birisi uning kitobini besib taqtidi. Ashunga savobga o'rtaq bo'ldi, ashunda keladi. Chunki u bir odam qilolmaydi. U bir o'qib olim bo'lgan odam
Ko'pincha vaqtlarda puli yo'q hamda uning. Chunki hayotini aniq sarf qilgandan keyin uni kitob besib yoki o'zining puli bilan xizmat qilg'ili andaq nimasi yo'q. Andaq odamlar bor intayin azamda. Umuman yo'q bo'ldi. Umuman shu yordam qilganlar, shunday pul topganlar, Allohning yo'lida yordam qilganlar, ayda iqtisod egilari. Shu Allohning dini shunday ekan. Biri olimning ilmi bilan, biri iqtisod ahlining qo'llashi bilan shunday kelgancha. Mushu ikkisi birla bo'lgan bo'lsa, ilm ahli bilan ilm ahlini qo'llaydigan bizneslar deyiladi. İlim ahlini qo'llaydigan, qo'l ilkida bor kishilar ikkilisi bo'lgan bo'lsa, Allohning dini hamma yerga yetib bordi. Yetib bormaydigan yo'qolmaydi. Hamma qalbiga yetkazgili bo'ldi-da. Alloh taolo hammalarni shu ikki xislatdan mahrum qilmasin.